Xaridorlarimiz bizda Jakarta, Toshbaqa, undan tashqari high-tech variantlari bor. Bilasizlar, reklama qilingan. Turkiya varianti mana bunaqa narsa bo'ladi. Bularni original toza Turkiyaniki bilan yonida kromkalari bo'lmaydi. Bu skladkasiga yetib beramiz. Original variantlar mana shu skladkalari effektni zo'r bo'ladi. Sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bulardan bizda ko'p bemalol kelib olishlaringiz mumkin. Vaqtida bularni metri $11,5 sotilgan. Endilikda biz do'konimizda 100 ming so'mdan olishlaringiz mumkin. 100 ming so'mdan. Agarda rulon oladiganlar bo'ladigan bo'lsa, undan da arzon qilib beramiz. Buni rasvetkalarga keladigan bo'lsak, hammasi xadovi ranglardan bor. Mana 6 xil rangi. Bu variantda ham 6 xil rangdan mavjud. Bular narxlarini 100 ming so'mga qilib qo'yganmiz. O'ylashlaringiz mumkin, nimaga qimmat deb. Bu Turkiyaniki bu, yonida kromkalari bo'lmaydi. O'shanisiga ham e'tiborli bo'lamiz. Parda tikadigan tanishlar bo'ladigan bo'lsa, mana shu videodan bittadan ko'rib oladi. Xitoy variantlari bu effektni bermaydi. Xitoy variantlari sinib, ham dag'al bo'ladi materiali. Bularni Turkiya varianti Xitoy variantiga qaraganda ancha sifati zo'r, ham ranglar jilosi ham o'zgaribchan bo'ladi. Ranglari ham boshqa chiqadi.